Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Bugungi darsligimizni shu yerga tashkil qilgan Parvizga birinchi rahmatimizni aytamiz. Platforma haqida bugun Bigo Life platformasi haqida bugun to'liq sizlarga qisqacha darslik beraman. O'sha Bigo platformasida qanaqa ishlash mumkin, qanchagacha daromad qilish mumkin, kimlar ular yerda ishlay oladi. Shu narsa haqida qisqacha sizlarga darslik qilamiz. O'sha darslik mobaynida o'zingizga kerakli bo'lgan narsalarni olasizlar. Ya'ni ofitsialniy ведущий boshlovchi bo'lganlaringizdan keyin efir jarayonlaringizga qanaqa olib borish kerak, qanaqa narsalar kerak, qanaqa predmetlar kerak, qanaqa muloqot qilish kerak, shu narsalarni tushunchasi sizlarga o'zi paydo bo'ladi. Sizlardan nima qilishim kerak degan savol tug'ilmaydi o'zi. Demak, Bigo Life platformasini kelib chiqish haqida qisqacha tushuntiraman. Bigo Life platformasi 2005-yil David Lee bilan Jason Hu tomonidan, ya'ni ikkita o'rtoq tomonidan tanishuv chati sifatida yaratilgan. Ya'ni insonlar bir-biri bilan chat bilan tanishish, mana shunaqa narsa uchun yaratilgan. Keyinchalik bu narsa 2006-yilda o'sha ofitsialniy bo'lib kirgandan keyin, ya'ni rasmiy ravishda ommaga kirgandan keyin o'sha pользовательlar soni ko'payib ketgan, bu yerdan daromad qilish sifatida ishlatilgan bu narsa. Ham tanishuv, ham daromad qilish. Aytish mumkin, Bigo Life so'zini o'zi ma'nosi nima? Bu soxta hayot degani. Aslida bu narsani endi ko'pchilik bilmaydi. Soxta hayot deganda endi o'zlaringiz tushunaverasizlar. Ya'ni u yerda hech kim sizlarga realniy hayotda qilib beradigan narsani qilib bera olmaydi. Demak, soxta hayot. O'shandan kelib chiqqan nima uchun bu soxta hayot? Keyinchalik buni darslik o'rtasida tushuntiraman. Shu soxta hayotda yerda demak hech kimga ishonish mumkin emas. Ya'ni hech kimga qanaqadir nima deydi, shaxsiy narsalarni aytish yoki shaxsiy nomerlarni berish yoki kim bilandir tanishib qolish yoki real hayotda bo'ladigan narsalar sizlarda bu yoqda ya'ni virtual hayotda bo'lmasligi kerak. Ya'ni bu narsadan o'zlaringiz uchun bilishlaringiz kerak bu narsani. Ya'ni kimgadir qanaqadir narsani ishonib qolishlaringiz kerak emas. Demak, platforma. Demak, ishlash imkoniyatini beradi. Ishlagandan keyin o'sha u yoqdan daromad qilish haqiqatan ham rasmiy ravishda hamma narsa, ya'ni kastingdan o'tiladi. Kastingdan o'tilgandan keyin kurator tomonidan tushuncha beriladi, kurator tomonidan oyliklar yechib beriladi. O'sha jarayonda siz kimdan kastingdan o'tgan bo'lsangiz, masalan, mendan o'tgan bo'lsangiz, o'sha astoydil o'sha kuratorga salgina bo'lsa ham e'tiborni kuchliroq qaratish kerak. Nima uchun? Sababi kurator, bizda 9 yillik kurator bo'lsa, shu platformada 9 yil davomida har xil insonlarni ko'rdik. Qisqacha qilib aytganda, shu ishlab biladigan, ishlab bilmaydigan, prosta tak sizni manfaatingiz uchun foydalanadigan yoki prosta vaqt o'tkazadigan inson o'sha psixologiyasi, kuratorning psixologiyasi Bigo platformasi bo'yicha nisbatan boshqalardan ko'ra yuqoriroq. Ya'ni u o'zini, masalan, bizda kurator sifatimizda 300 dan ortiq videochilar bo'lsa, ya'ni boshlovchilar bo'lsa, har biri bilan muloqot qilib, har biri bilan savol javob qilib, har biri bilan oldi-berdi, ya'ni pul oldi-berdi qilib, o'sha ko'p narsani bilib olgan. Shuning uchun Bigo Life platformasiga kirgandan keyin, registratsiyadan o'tgandan keyin birinchi e'tibor beradigan narsa bu o'ziga ishonch. Ya'ni hech kimga ishonmasligi kerak. Hatto kuratoriga ham, semiyasidagi odamlarga, komandasiga ham, adminlarga ham, boshqasiga ham. Faqat o'ziga bo'lgan ishonch. Nima uchun kuratorga ishonmasligi kerak? Sababiki kuratorlarning ham o'ziga yarasha nimasi bor, yaxshisi bor, yomoni bor, qaraydigani bor, mashinagi bor, boshqasi bor. Shuning uchun o'sha narsani analiz qilish uchun, ya'ni kuratorni haqiqatan ham ishlaydimi, bu sistemada, bu yoki platformada kurator haqiqatan ham o'zini mas'uliyatini his qila oladimi, videochilarga yaxshi o'rgatadimi yoki o'rgatmaydimi, e'tiborlimi, e'tiborsizmi, mana shu birinchi darajada turadi. Ya'ni sizlarga qancha kurator darslikni to'liq tushuntirib bersa, yo'nalishni to'g'ri bersa, shunga qarab sizlar harakat qilasizlar. Yoki agar kurator sizga bor efiringni qilgin, xohlaganingcha, ya'ni donatorlarni xohlagan gaping bilan sevishasanmi, boshqa narsa qilasanmi, nima ish qilishingdan qat'iy nazar san planing qil desa, u noto'g'ri narsa. Demak, u yerda o'zini pasti, balandi, yolg'oni, boshqasi hamma joyda platforma. Real hayotda qanaqa insonlar bor? Yaxshi bor, yomon bor, aqlli bor, sizga mehribon inson bor, boshqa. Virtual hayotda ham xuddi shunaqa. Ya'ni yaxshisi ham bor, yomoni ham bor, har xil inson bor. Ya'ni real hayotda qanaqa inson bo'lsa, virtual hayotda ham xuddi shu narsa. Endi platforma yomon yoki platforma qanaqadir nima deydi, bema'ni joy deyish mumkin. To'g'ri, ko'pchilik ko'rasizlar, masalan, shartdan bartaraf qilishadi, o'zlarining yuzlariga zilyonka surtishadi, boshqa narsa qiladi. Unaqa narsa emas. Bu platforma aynan muloqot qilish uchun chiqarilgan, jinnilik qilish uchun, o'zini boshiga tarelkani yorish uchun yoki boshqa narsa uchun chiqarilmagan. Bu yoqda hamma o'zining yo'nalishidan kelib chiqqan holda ishlaydi. Masalan,
bir videosi o'zini yo'nalishi bilan kirmoqchi. Nima yo'nalish? U qo'shiq aytadi, she'r aytadi yoki qanaqadir rep aytadi yoki qanaqadir bir boshqa bir talant bor, o'sha talantini ko'rsatish uchun kiradi. Aslida bu yerda eng zo'r ishlaydigan insonlar qiz bolalar va talantli insonlar. Imkoniyat cheklanganlar ham ishlasa bo'ladi. Imkoniyat cheklanganlar qanaqa qilib ishlaydi? Ya'ni imkoniyat cheklanganlar registratsiyadan o'tadi. Registratsiyadan o'tgandan keyin o'sha oldidagi masalan agar gapirish erkinligi bo'lsa agar gapirib prosta donatorlarimiz ehson tariqasida ularga yordam beradi. Talanti bor insonlarga ularga o'sha talanti ya'ni razlikat qilgani uchun, kayfiyatini ko'targani uchun, qanaqadir настроениясini ko'targani uchun o'shanga donatorlik qiladi. Ya'ni meni kimdir kayfiyatimni ko'tarsa o'shanga agar puli, donatorlar o'zi kimlar? Donatorlar bular sodda qilib perevod qilinganda o'zbek tilida ehson berguvchi bo'ladi. Ya'ni ular kim, ulardan nima manfaat? Ya'ni kimlargadir donativ qilib yoki o'zi Bigo platformasi qayerdan oylik beradi? Donatorlar kimlar? Shu narsa haqida tushuncha beramiz. Qaranglar. Donatorlar Bigodan chiqayotgan, ishlab chiqarilgan almozni sotib oladi Prodavesdan. Prodavesdan sotib olgandan keyin bu Bigoga keladi sizlarga. Sizlarga kelgandan keyin bu Bigoga qaytib boradi. Qaytib borgandan keyin bu Prodavesga tarqatadi. Prodavesga Bigo o'zini miqdoriga tarqatadi. O'sha yerdan ham Prodaveslar foyda qiladi. Ya'ni Prodaves tushunchasini endi sizlar keyinchalik videosi bo'lib oyliklarni olganlaringizdan keyin u narsani alohida bir darslik qilib tushuntiramiz. Ya'ni o'zlaringiz ham alohida Prodaves yoki kurator yoki adminlik qilsangizlar bo'ladi. Ya'ni zo'r videosi ham o'zini ishidan tashqari adminlik qilib ham foyda qiladi. Ya'ni casting olib keladi, kurator bilan birga hamkorlikda ishlaydi yoki unga admin bo'ladi, yordamchi. Qanaqadir narsani kelishadi, o'sha narsadan qancha foyda qoladi uni. Shu usturi bo'lish kerak. Masalan, siz Instagram platformasida ishlaysiz. Instagramda blogersiz. Instagram platformasiga reklama qilib turib, qanaqadir odamlarni olib kelsangiz, misol, o'sha kelgan odamlarga nisbatan sizga kurator qanaqadir bonus beradi yoki o'sha bilan hamkorlikda pul ishlaysiz. Ya'ni har bitta misol olib kelgan odamdan $20 misol qilib aytaman. U narsani o'sha kelishuv bo'ladi. Ya'ni siz reklama qilasiz, reklama qilganingizdan keyin orqangizdan sizga odam keladi, sizga kelgan odamingizga yarasha sizga pul beriladi. Ham sizning o'zingizda auditoriyangiz bo'ladi, sizning komandangiz. Hozir siz bir o'zisiz. Bigo platformasi haqida uncha tushunchangiz yo'q. Siz o'sha odam kiritganingizdan keyin ularga dars berishni boshlaysiz. Ya'ni tushuncha berishni boshlaysiz. Dars emas, tushuncha berganingizdan keyin o'sha sizlar bitta oilacha bo'lasizlar. O'sha 4 kishi, 5 kishi bitta oilacha bo'lib turib, bitta reytingni ko'tarasizlar. Ya'ni bir-birlaringizga aloqaga chiqib turib, efirga ochgin, birgalikda battle qilamiz yoki boshqa narsa qilamiz. Kelishuv sifatida bir shu nima deydi, kontent, yangi kontent qilasizlar. Chiroyli kontent qilganlaringizdan keyin donatorlar o'shanga yarasha ko'payib ketaveradi. Bigo platformasining eng asosiy mohiyatini aytaymi sizlarga. Bu yoqda o'sha kimlardir kirib kelayotgan odamlarni efirlaringizga jalb qila olishlaringiz. Prosta chiroyli masala, prosta o'tirib turib gapirmasdan zerikarli efir hech kimga kerak emas. Qachonki videochi, ya'ni boshlovchi gapirish madaniyati bor, gapirish qunti bor, ya'ni hech narsadan qo'rqmaydi, prosta erkin muloqot qila oladi, o'sha videochilar ishlay oladi. Jaydari qizlar, talantli bolalar maza qilib gapiradigan, qo'rqmasdan gapiradigan inson. Men ertaga YouTube'ga chiqishdan qo'rqaman. Meni rasmim videoga chiqib qolsa qo'rqadi, unaqa qiladi, uydagilarim ko'rsa bir bola bo'ladi degan narsa bo'lmaydi. U narsa o'sha odamning o'zida bo'lsa agar, ichida bo'lsa, shu narsa erta video chiqsa nima qiladi? Siz videoga chiqsa, Bigoda o'tirganingiz, Bigo Live'da, u nima minus tomoni bor? Savol tug'ilishi mumkin. Aka, Bigo Live'da minus tomonlar bormi? Bor albatta. Hamma platformada minus tomon bo'ladi. Nima minus tomon? U narsa o'zingizga bog'liq. Qachonki siz kimgadir ishonib nomeringizni berib qo'ydingiz, kim bilandir tanishib qoldingiz yoki kimgadir ishonib qanaqadir mashinlikka uchrab qoldingiz, u sizning minusiz. 3 soat. Ya'ni 3 soat planni yopdingiz, oylik o'sha olinadigan sovg'alarni oldingiz. Yana 10 ga masalan $100 oylik, $48 dahol. $148 minimalniy oyligi. Ya'ni Bigo platformasining eng minimalniy oyligi $48. $148. O'sha narsani olganingizdan keyin o'sha sizga qiziqish paydo bo'ladi. Ya'ni o'sha narsaga ishonch paydo bo'ladi. Bizda shu 300 dan ortiq videochilarimiz ishlayapti, oyligini olyapti. Sizlarni gruppaga qo'shamiz, o'sha yerda skrinshotlar tashaladi. Ya'ni oylik olish bo'yicha, ya'ni kim qancha oylik olyapti, shu narsa bo'yicha, oldi berdi masalasi bo'yicha shu narsa, ya'ni gruppa bor. Bigo Live platformasida ishlash uchun hech qanaqa diplom, tushuncha, qanaqadir yo'nalish, ko'p hech narsa talab qilinmaydi. Buni Bigo Live platformasida prosta efir stream qilinadi. Shu qancha pul topishingiz o'zingizga bog'liq. O'zingizga bo'lgan ishonchingiz qancha kuchli bo'lsa, o'shanga harakat qilsangiz bir kunda masalan qo'shimcha ishdan tashqari
diqqat bilan e'tibor bering. Ishdan tashqari qo'shimcha daromad keltiradigan platforma. Ya'ni ishlaringizni qilib bo'ldingizlar, qanaqadir ishda ishlaysizlar yoki qanaqadir uyqushda ishlaysizlar, 2 soat, 3 soat efir qilasizlar. O'zlaringizni ishlaringizni hech qachon tashlab qo'ymaysizlar. Bu platforma aytayapman. Ishdan tashqari qo'shimcha daromad keltiradigan platforma. Ya'ni bu yerda minimalni aytdim shu $50 dan boshlanadi. Ya'ni bu oyligi dohodidan tashqari kunligi boshlanadi. Bu yerda nima plyus tomoni bor? Ya'ni kunlik alohida olasiz. Undan tashqari oylik olasiz. Ya'ni kunlik olganingizdan tashqari yana oylik chiqadi. Demak, eng katta bizning videolarimiz hozirgi paytda topoviy videolarimiz $4,5 ming, $5,000 gacha ham oylik oladi. Bu narsaga hech kim ishonmaydi. Aytish mumkin, shunaqa jinnilik qiladigan joy bu, bizning joy emas boshqa. Unaqa narsa emas. Bu insonni qanaqa qabul qilishiga bog'liq. Masalan, menga ham yo'qmaydi jinnilik qilish boshqasi, lekin men o'tiraman, stream qilaman, muloqot qilaman, hammaga tushuncha beraman, darslik beraman, to'g'ri yo'nalishga boshlayman. Boshingga tarelka yorasan demayman, o'zingni chiroyli muloqotingni qil deyman, odamlar bilan yaxshi munosabatda bo'lgin deyman, ular senga hurmat evaziga donatorlik qiladi deyman. Ya'ni yo'nalishim shu. Borib o'zingni joningni jabborga bergan, boshingga tarelkani sindirgan, yuzingga zilyongani surkin deb aytmaganman hech qachon. Shuning uchun bu narsa o'zlaringizga bog'liq. Qanaqa yo'nalish sizlarga qulay bo'lsa, o'sha yo'nalishda ishlaysizlar. Biza u narsani belgilab beruvchi inson emas biza. Kuratorning vazifasi nima? Kuratorning vazifasi sizlarga tushuncha berishdan boshlab, ya'ni qanaqa qilib bigo kelishdan boshlab, to oylik olayotgan jarayonlaringizgacha javobgarsiz. Ya'ni o'sha o'rtada tushunmaydigan narsalarni polностью kurator tushuntiradi. Boshqa chetdagi insonlar xohlagan gapini gapiradi, lekin kurator sizlarga to'liq informatsiya beradi. U shu uchun oylik oladi. Ya'ni biz shu uchun oylik olamiz. To'liq tushuncha, to'liq ma'lumot, to'liq informatsiya berganimiz uchun oylik olamiz. Ya'ni vazifamizni agar to'liq bajarsak, demak biz pulimizni halollagan bo'lamiz. Sizlar ham o'sha videochilikda, ya'ni boshlovchilikda chiroyli muloqot qilib, halollashlaringiz uchun yoki chiroyli o'sha pulni oqlashlaringiz uchun, olayotgan pullaringizni oqlashlaringiz uchun so'kinmasdan, hech qanaqa bir ortiqcha harakat qilmasdan, hech kim bilan sevishmasdan, hech kimga ishonmasdan, prosta chiroyli muloqot qilib, bu yerdan chiqib ketishlaringiz kerak. Shuning uchun boshida nima uchun aytdim sizlarga? Bu Bigo Life so'zini o'zi asl ma'nosi bu soxta hayot. Soxta hayot degani tushunaveringlar. Ya'ni hozirgi paytda nima uchun aynan Bigo Life'dan boshqa platformalar bor, TikTok boshqa narsa, lekin bu yerda bizga qulay. Ya'ni kunligimiz alohida, kurator bor bu yerda, tushuncha beradigan inson bor, moderator bor, hamma narsa kontrol ostida bu yerda. Ya'ni 18+ mumkin emas bu platformaga. Hech qanaqa ortiqcha yechinish yoki yarim yalang'och holatdagi streamlar mumkin emas. Shuning uchun bizning mentalitetimizga sal bo'lsa ham to'g'ri keladigan platforma. Endi aytishlaringiz mumkin. Nima uchun biz o'tirib turib shu narsaga oson pul topishga qiziqamiz, boshqa narsa yoki jismoniy mehnat qilsak ham bo'ladi, boshqa yoki Rossiyada musofirlar yuribdi, bu itakdali, to'g'rimi? 2026-yil hozir sityovoy marketingni samimiy rivojlangan payt. 2025, 2030, 2040-yilga kelib sityovoy marketing darajasi yuqori bo'lgandan keyin hamma narsa o'zi robot qilish boshlaydi. Ya'ni robotlar ishlashni boshlaydi. Ya'ni robotlar ishxonada ishladimi, bitta robot 10 ta ishchining ishini qiladi, to'g'rimi? Bu degani ishchi soni kamayadi. Ya'ni sakrasheniy bo'ladi. Zavodlarda robotlar ishlaydi. Odamlar o'sha payt nima ish qiladi? O'tiradi uyda yoki ish qidiradi. Sityovoy marketing onlayn platforma, stream qiladigan platformalar o'sha payt hech qachon bankrot ham bo'lmaydi, pulsiz ham qolmaydi, har doim ishlaydi. Tushunyapsizlarmi? Shu uchun ham aytayapman, sityovoy marketinglar, LNS tam siz LNS ga o'qiganmisiz? Siz LNS sityovoy marketing yana bir 1000 dan ortig'i bor. Men o'zim o'qiganim LNS ga o'qiganman, to'g'risi shu tushuncham bor. Ya'ni vaqt keladiki, krizis bo'lgan paytda ham, boshqa narsa bo'lgan paytda ham sityovoy marketing hech qachon bankrot yoki ish to'xtab qolmaydi. Onlayn platformalar, stream qiladigan platformalar. Davlat ishida o'sha robotlar ishga tushgandan keyin, qanaqadir narsalar уже yaratilgandan keyin, texnika yaratilgandan keyin hamma narsani texnika qiladi. Odamlar prosta aytayapman, 10 ta ishchi bajaradigan ishni bitta ishchi bajaradi knopka orqali. Ya'ni robotlarni ishga tushadi. O'sha paytda odamlar ish qidirishni boshlaydi. O'sha payt biza sityovoy marketing, onlayn platforma va stream qiladigan platformalar ishlaydi. Ya'ni zo'r pul topadi. Shuning uchun ham bu narsalar uchun qiziqish kerak. Odam tavakkal qilish kerak, ishlash kerak. Bugun hozir men bu narsa menga to'g'ri kelmaydi, bo'lmaydi deb o'zingizni orqaga sursangiz agar bo'lmaydi. O'sha uchun harakat, bir oy ishlab ko'rsangiz agar ikkinchi oydan o'sha qiziqish paydo bo'ladi. Sababiki hech qanaqa yo'qotadigan narsa yo'q. Hech qanaqa diplom talab qilinmayapti. Hech qanaqa nima deydi, fiziki bir qiynoq yoki og'ir mehnat emas. O'tirib chiroyli muloqot qilish. Shu narsani prosta bilsa,
yo'nalishini, taktikasini bilsa agar odam uchun eng zo'r joy. Mana vaqtida stroykada ishlaganman, boshqa joyda ishlaganman, moykada ishlaganman, Rossiyada sovuqda ishlaganman. Bu narsa endi o'zimning shaxsiy hayotim. Prosta tushuncham o'rtavergan sari, ya'ni bu narsadan o'tganimdan keyin o'sha shu platformada ishlab turib, hozirgi paytda normal daromad qilamiz. Ya'ni komandamiz bilan birga. Ya'ni komandamiz qancha biza bilan birgalikda ishlasa, biz komandamiz bilan ishlasa, komandamiz rivojlanishi shuncha tez bo'ladi. Shuning uchun sizlardan talab qilinadigan narsa vaqtida streamni как положено har kunlik olib borish va o'sha Bigo platformasiga bo'lgan qiziqishlaringizni salgina bo'lsa ham boshida o'tirib